Islomjon aka, uyimdagi barcha maishiy texnikani premium segmentda yangilamoqchiman. Nima narsalarni tavsiya qilasiz? Plus necha pulga tushadi? Agar uyingizni premium segment bilan jihozlamoqchi bo'lsangiz, bu albatta Bosch texnikasi bo'ladi. Bosch texnikamiz bu Germaniya mahsuloti. Sizga birma-ketin o'zi bilan narxini aytib o'tib ketamiz. Xo'p, uyingiz uchun, oshxonangiz uchun katta xolodilnik. Xolodilnikimiz narxi 1220 dollar chiqadi. Uning orqasida gaz panel 4 ta gazli bo'ladi. Narxi 340 dollar. Uning uchun albatta vitishka bo'ladi. Vitishkamiz narxi 420 dollar. Hamda duxovoy shkaf 70 litrli bo'ladi. Narxi 480 dollar. Uning uchun albatta mebelga o'rnatadigan mikrovolnovkamiz bor. Mikrovolnovkamiz narxi 380 dollar chiqadi. Va uning orqasida albatta premium segment bo'lgandaki, uy jihozi uchun posudamolka bo'ladi. Posudamolkamiz 15 komplektli bo'ladi. Narxi 870 dollar chiqadi. Va albatta kir yuvish mashinamiz. Kir yuvish mashinamiz 9 kiloli, narxi 1200 dollar. Premium segment bo'lgani uchun oldiga albatta sushilniy mashina. Sushilniy mashinamiz narxi 1100 dollar chiqadi. Boshda oxirgi qismdagi stakanli pilsos narxi 280 dollar. Hamda albatta italyanskiy kofe mashina Delonghi oxirgi qismdagi narxi 750 dollar. Va uning orqasidan biz uchun eng kerakli narsa, ayollarimiz uchun eng premium segmentdagi dazmol, ya'ni paragenerator Delonghi u haqiqiy Italiya bo'ladi. Narxi 450 dollar. Velkindan havo tozalagich va damlagich narxi 210 dollar chiqadi. Hamda uning orqasidan 55 tali Samsung televizorimiz narxi 650 dollar. Va Green konditsionerning eng premium modeli 12 tali bo'ladi, 650 dollar chiqadi. Islomjon aka, rahmat. Kommentariyada yozib qoldiring. Общий necha pul bo'ldi? Bunaqa maishiy texnikalar topish uchun nima qilish kerak? Bu texnikamiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.